Bosh og'rig'i o'zi kasallik emas. Bosh og'rig'i faqat tanadagi bo'layotgan muammolarni bizga bildirib beruvchi qizil chiroq degan mavzuda biza Instagram Reels'ga video olganimizda bu juda ham ko'p odamlar fikrini bizga olishimizga yordam berdi. Demak, juda ham ko'pchilik odamning boshi og'riydi. Deylik, sizni ham boshingiz ko'p og'rib turadi. Siz nima qilasiz? Har doim biron bir og'riq qoldiruvchi dori ichish bilan kifoyalanasiz. Lekin shu bilan yoki dori ichasiz yoki bitta uxlab turasiz. Shu bilan lekin bosh og'rig'idan qutulib ketasiz. Buni ko'pchilik o'ylantiradi, nima uchun bosh og'riydi o'zi? Bosh og'riq kasalligim bor degan e, fikr bilan yuradigan odamlar ham juda ham ko'p. Demak, bugun sizlar bilan shu haqida gaplashamiz. Bosh og'rig'i hozir aytgandek kasallik emas. Bosh og'rig'i kamdan kam holatda ikki turga bo'linadi bosh og'rig'i, birlamchi va ikkilamchi. Birlamchi holatdagi bosh og'rig'i o'sha boshni o'zi bilan bog'liq bo'ladi. Masalan, migren yoki boshda o'sha klaster og'rig'i bo'lishi mumkin. Yoki boshimizda o'sha ichki miyada bo'ladigan kamdan kam holatdagi onkologik muammolar tufayli bo'lishi mumkin. Ikkilamchi bosh og'rig'i bo'lsa bizga faqat simptom. Ikkilamchi bosh og'rig'i deyarli 90% odamlarda bo'ladigan bosh og'rig'i hisoblanadi. Demak, bu bosh og'rig'i nima? Organizmda nimadir muammo bo'lyapti. Deylik, gormonal o'zgarish, har xil gormonlarning ishlab chiqarilishi ko'payadi, kamayadi, ish qilib, buni o'sha endi gormonal tushunchasi bor odamni o'zi biladi. Buni endi sal chuqurroq kirish to'g'ri keladi. Buni o'zi alohida mavzu. Demak, muammoni bosh og'rig'iga sabab bo'lishi mumkin. Keyingi variantimiz qon bosimi, ya'ni qon bosimi ko'tarilsa ham bosh og'riydi, qon bosimi tushsa ham boshimiz og'riydi. Keyingi sababi bo'yin osteoxondrozdan bo'lishi mumkin yoki bo'ynimizdagi shoh tomiri, glavniy qon tomirimizni tiqilni ko'payib ketib, qon tomirida qon aylanishi yaxshilanishi, qon aylanishi buzilganligi uchun ham boshimiz og'rishi mumkin. Yoki kimlardir qorni ochib ketsa bosh og'riydi. Kimlardir sovuq joyga o'tsa yoki sovuq tushgan paytda bosh og'riydi. Kimlardir issiqqa chiqsa bosh og'riydi. Demak, bosh og'riq varianti juda ham ko'p. Kimdir uydan chiqib uzoqroq joyga, masalan, mashinada sayr qilib kelsa ham bosh og'riydi. Demak, sabab nima? Ko'pchilik o'ylantiradi. Sabab bu bizda boshimiz og'rishiga asosiy sabab qon aylanishi o'zgarganligi uchun bo'ladi. Demak, bosh miyada kislorod almashinishib o'zgaradi. Ya'ni qon bosimi ko'tarilsa ham, o'sha bosh miya normada oziqlanmaydi. Bosim pasaysa ham normada oziqlanmaydi. Sizlarga endi bu men oddiy xalq tilida tushuntirayotganligim shunaqa tushuntiraman. Baribir masalan buni faktik meditsinskiy tushuntiriladigan bo'lsa ko'pchilik buni tushunmaydi. Shuning uchun men sizlarga oddiy tilda tushuntirishga harakat qilaman. Demak, boshimiz og'rishi bizga o'zi asosiy maqsad, boshimiz og'rishi biz uchun foydaliroq. Chunki biza bosh og'ridimi, o'sha odam biladi, o'zini his qilishni boshlaydi, nima bo'layotganligini o'ylaydi. Endi ko'pchilik o'zi bo'lib turgan odamlar biladiki, boshini masalan old tarafi og'risa qon bosimi pasayganligi, orqa tarafi og'risa qon bosimi ko'targanligi, misol uchun o'zi bilishadi. Demak, ko'p holatda bosh og'rig'i bizga foyda berishining sababi organizmda biron bir muammo bo'lyapti, bosh og'riyapti. Demak, tinimsiz og'riydigan masalan kunlar bo'lib qoladi. 2 kun, 3 kun, bir haftalab tinimsiz og'riyapti. Demak, bu bizga o'sha harakat qilishimiz belgisi. Tezroq borib doktorga, mutaxassisga uchrashib, bu nima uchun bo'lyapti? Bosh og'rig'i boshlandimi? To'xtovsizmi? Bir hafta 10 kun to'xtovsiz yoki juda ham ko'p og'riyaptimi? Demak, buni tekshirish kerak. Boshchi o'zini emas. Birinchi navbat bosh tekshiriladi. Lekin bu nima sababdan bo'layotganligi. Ya'ni bu bizning ayr sistemamiz, ya'ni siydiklarimizda masalan buyragimizda muammo bo'lishi ham mumkin. Yaxshi siydik chiqarilmasa ham bosh og'rig'i kuzatiladi. Oshqozonda yaxshi ovqat hazm bo'lmasa ham bosh og'rig'i kuzatilishi mumkin. Demak, bular o'sha bizga faqatgina qizil chiroq vazifasi. Ogohlantirish bo'ldi. Nimadir muammo bor, tekshir, buni qarashimiz kerak. Demak, bizga bosh og'rig'i bo'lsa, har doim bitta kupenni ichib, kunimizni o'tkazib yuborishimiz kerak emas. Agar tinimsiz bo'ladigan bo'lsa, endi onda sonda 1,5 bo'lib turish, masalan, menda ham og'riydi, boshqalarda ham, hamma deyarli 90% odamda bosh og'riydi. Onda sonda 1,5 bo'lib turadigan og'riq boshqa narsa. U mayli, uni oddiy hol deb qabul qilamiz, lekin qachonki og'riq kuchaygan bo'lsa, uni e'tiborsiz qoldirish kerak emas. Demak, boya aytganimdek, birlamchi bosh og'rig'i, klaster og'riq ko'pincha boshni faqat o'ng yoki chap tarafi, ko'proq ko'zimiz bilan qo'shib og'rishi, keyin juda ham kuchli og'riq bo'lishi, buni o'zida bo'ladigan odamlar biladi. Ya'ni bu og'rig'i tirik qiynoq usuli deb ham atashadi ko'pchilik. Chunki og'riq juda ham kuchli bo'ladi. Sababini ham topish juda ham qiyin bo'ladi. Nima uchun? Tekshiriladi, hech qanaqa muammo aniq ko'rinmaydi. Demak, bu shunaqa klaster og'riq turiga kiradi. Bu og'riq qanaqa bo'ladi? Davomiyligi 15 daqiqadan 3-4 soatgacha cho'zilishi mumkin. Lekin o'sha ma'lum bir muddat o'tgandan keyin og'riq qo'yib yuboradi, yaxshi bo'ladi. Lekin yana qachondir u og'riq qaytib keladi.
Demak, bunaqa bo'ladigan bo'lsa tekshirilishi kerak bo'ladi. Migrenni og'rig'i ham nevropatolog lechенияsi bilan yuriladi. Endi migrenni ham 100% mana bunaqa qilib davolash mumkin deb aytish qiyin masala. Nevropatolog lechенияsi bilan yurilishi kerak bo'ladi. Demak, biz bosh og'rig'ini e'tiborsiz qoldirishimiz kerak emas. Qachonki haddan tashqari ko'p og'risa, uzoq muddat og'risa yoki to'satdan kuchli og'riq kelib qoladigan bo'lsa boshimizga, bu holatlar e'tiborsiz qoldirish kerak emas bo'ladi. Yana bir tarafi, masalan, odatda ko'pchilik davleniyasi hozir aytdim, qon bosimi ko'tarilgan, tushganda og'riydi. Bu odamni ham o'zini nazoratda ushlab turish kerak, chunki bosim oshayotganini bildirish uchun boshi og'riyapti. Demak, nima qilish kerak? Dori-darmon boshqa nimadir yo'lni qilinadi. Haddan tashqari juda ham kuchli bo'ladigan bo'lsa, mutaxassisga uchrashib, o'zini o'sha kerakli muddatli lecheniyalar olinishi kerak bo'ladi. Yoki tushib ketadigan holat bo'lsa ham shunaqa. O'shanga qarab biza o'zimizni ishimizni, o'zimiz yeb ichishimiz, nimadirlarimizni to'g'irlashimiz kerak bo'ladi. Bizga shu tarafni bu bosh og'rig'i yutuq demak. Endi boya aytganimdek, bosh og'rig'ini o'zi birlamchi usuldagilar sal xavfliroq hisoblanadi. Endi bu kamdan kam holatda kuzatiladi. Demak, bosh og'rig'idan biz ma'lum bir miqdorda qutulishimiz va bundan qochishimiz uchun bizga kerak bo'ladigan tabiiy omillarni sizlarga aytib o'taman. Birinchi navbatda uyquni yaxshilash, uyquni o'z joyiga qo'yish, shu kerak normadagi har doim kechqurun iloji bo'lsa 10 dan o'tmasdan uyquga yotish va ertalab o'sha bomdod vaqtida turish. Demak, 7-8 soat normadagi uyquni berish. Ko'pchilik odam uyqusini o'zgartirib qo'ygan, kimlardir ishi bilan bog'liq, kimlardir telefon bilan band. O'shaning uchun kechqurun uyqu normada bo'lmaganligi uchun bosh og'rig'i normaga ular uchun odatga aylanib qoladi. Demak, bu bosh og'rig'iga sabab odamning o'zida ham o'sha bo'ladi. Demak, hozir uyqu misolida gapirsak, uyqu yaxshilamasligi uchun bosh og'rig'i ko'payadi. Keyingi sabab stress, siqilish. Demak, stress va asabiylashishni kamaytirishimiz biz uchun foydali bo'ladi. Asabiylashgan paytda bizda o'sha kortizol gormoni ham ko'p ishlab chiqarilganligi uchun bosh og'rig'i ko'payadi. Keyin sirazi paydo bo'ladi. O'shaning uchun asabiylashishni kamaytirishimiz kerak bo'ladi. Keyingisi albatta to'g'ri ovqatlanishga rioya qilish, qonni quyultirmaslik, iloji boricha suyuq ovqatlar, o'sha kaloriyasi yetarli, tabiiy bo'lgan ovqatlardan foydalanishimiz va suv ichishga e'tibor qaratishimiz kerak bo'ladi. Organizmda faqatgina o'sha filtrdan o'tgan, oddiy qilib aytganda bezgak suv bizda organizmda yaxshi hazm bo'ladi. Jigarda filtrdan tezroq o'tadi, osonroq o'tadi. O'shaning uchun bizga organizmga suvdan foydali hech qanaqa ichimlik yo'q. Demak, boshqa ichimlik, misol uchun oddiy qilib aytganda choy, kola, fanta, biron bir shu gazli hozirgi kunda ommalashgan energetik ichimliklar ham bizning jigarimizdan qayta filtrdan o'tkaziladi u narsa. Bir martada bo'lmaydi. Qayta o'tganligi uchun bizning jigarimizga ham nagursk, qonga ham nagursk. O'sha hisobiga qonimiz quyilib ketadi. Qon quyilgandan keyin kislorod almashinishi, metabolizm pasayganligi uchun bosh og'rig'i, qo'l oyoqda uvishish, butun badanni og'riq, uyquni yaxshilamasligi, yaxshi uyqu ola olmaslik, shunga o'xshash muammolar ko'payadi. Demak, sog'lom ovqatlanish va sog'lom suv iste'mol qilishga e'tibor qilamiz. Demak, bir kunda kamida 2 yoki 3 litr suv yoki bo'lmasa 5 litr suv ichish siz uchun juda ham foydali bo'ladi. Yo'lga qo'yishimiz kerak bo'ladi biron bir sport turini, ya'ni sport bilan shug'ullanish, hatto ertalab 20 daqiqa yurib kelish siz organizmingiz uchun juda ham foydali bo'ladi. Ma'lumot o'rnida yugurish organizmda yurak qon tomir kasalligini oldini olishga 4,5% qaytaradigan bo'lsa, yurish bu foizni 9% gacha ko'taradi. Demak, yurish siz uchun juda ham foydali bo'ladi. O'zingiz uchun g'amxo'rlik qilishingiz kerak. Asosiysi, bosh og'riq sizga onda-sonda kelib turadigan bosh og'riqdan xavotir olishingizga hojat yo'q. O'zingiz masalan kimlardir bo'ladi, bosh ko'p og'rigani uchun siqilib, tashvishda yuradi, nimadir muammoim bormikan? Demak, agar sizda o'sha kam bo'ladigan og'riq bo'lsa, demak bunga xavotir olish hojat yo'q. Video yoqqan bo'lsa, like bosib qo'yishni unutmaysizlar. O'zingiz fikrlarni kommentariyada yozib qoldirasizlar. Obuna bo'lib qo'yadigan bo'lsangiz, sizlarga kerakli shunaqa ma'lumotlarimizni har doim berib borishga harakat qilamiz. Demak, sog' bo'lasiz, salomat bo'lasiz.